Konsultatsiya paytida ayrim insonlarga yuqori qovoqlar operatsiyasini o'tkazishni tavsiya bermayman. Bunga sabab yuqori qovoqlarimiz doim ham ko'z atrofidagi joylashgan orbital zonadagi yumshoq to'qimalarning gravitatsion o'zgarishga uchrashi natijasida osilavermaydi. Ya'ni biz agarda yuqori qovoqlar operatsiyasini reja qilmoqchi bo'lsak, orbital zonadan tashqari periorbital zonani ham baholashimiz kerak bo'ladi. Ana endi mana bu rasmga ahamiyat bering. Mana bu rasmdagi holatga ahamiyat beradigan bo'lsak, ko'zga tashlanadigan yaqqol asimetriyani ko'rishimiz mumkin. Rasmda o'ng tarafda joylashgan qoshimizni qarama-qarshi tomonda joylashgan qoshimiz bilan solishtirsak, biroz yuqoriroqda joylashgan hamda qosh va kiprik orasidagi masofalar ikkala tarafda ikki xil. Ushbu inson yuqori qovoqlardagi osilishlarga shikoyat etib kelganlar. Mana shunday holatlarda yuqori qovoqlar operatsiyasini o'tkazsak, vizual asimetriyaga erishamiz. Shuning uchun ushbu insonga qosh ko'tarish amaliyotini tavsiya berdik. Xulosa qiladigan bo'lsam, har doim ham yuqori qovoqlardagi osilishlar yuqori qovoqlar blefaroplastikasi bilan bartaraf bo'lmaydi. Agarda sizga qaysi turdagi operatsiya to'g'ri kelishini bilishni xohlasangiz, konsultatsiyaga keling, albatta birgalikda muhokama qilamiz.